Deyilximo qanaq ahvollar. To'g'ridanlar ketib, kütek bo'lib shuya ketibdim men. Nurg'un odamlar kütek bo'laydigan joyda xilsangi tizilgandek bir-biridan oliq saqlab paydo turamislar. Yana bir turkum odamlar bir tarafning kütügini talashib so'qishib o'tamislar. Anandaki men bejara 50 sant kilgan mushu buyum bilan paydoning keyniz bir yerda mang'u navbatga ay küteklar azroq bo'lsin qasuldi deb maqam tatib turamislar. Atiyan uyg'onib shu tushlarimni xiyol qilib ko'nglim buzilib qoldi. Endi mushu kunlar qolamizmi deb o'ylab ketdim-da. Esimde qilishdak kichik vaqtimni ko'mir to'psin bek aytyapti. Opamlar degan ko'mir to'pish bilan odatli to'pini alashtirib loy etib, kesak qilib qo'yatdi, qishti qilaymiz deb. Keyincha bu ko'mirlarning e'tibor qolmadimi, ko'mir to'pisini bevosita to'kiyotadigan bo'lib ketdik. Men chig'imda men etib ko'raverib o'zimning qorliq esimdan chiqib ketgan bo'lsa kerak, ko'rmadik deb yo'ratmaydim ko'mirni. Amniyat u ko'mir mendan bizal qirdi. Endi shu biz to'kiyotgan ko'mir to'pilari, men yaratmagan shu qormadaklar kuchun ko'rsatadi, qadr o'tilyotadi bizga. O'tgan yillardan ko'mir oldingmi deb so'raydik. Bu yillar ko'mir oldingmi deb so'raydigan chiray turmiz. Necha yillardan degan mashinlarimizni sulaydik, uylarimizni sulaydik, lekin ko'mirlarni teshig'il to'kib qo'yatdik. Endi bu yillarda mashinlarni sulamasaqmi, uylarni sulamasaqmi, ko'mirlarni akirib sulamasaq bo'lmaydigan chiray. Endi shu sulaydigan ko'mirlarni olsaqla bo'ldi, gapning qisqasi. Qo'shnilarimiz 2 ton ko'mir tushiribdi desa, voy deb azabdi deydigan necha yillardan. Endi 2 ton ko'mir tushiribdi desa, voy xeyli pul vaqtlarga deb qoldigan chiray turmiz. O'tgan yillardan degan bilsizlar, üzümlər bağırsaq chiqib sotilmadi, üzümning bahosi tuvan shunlashqimi. Üzüm satqan pul bankining qarzi oraldi, shunday shu nurg'un dehqonlarimizningki 7 ko'ydan üzüm satib 7 modun ko'mir ilishqa yanchiqlar ishinmadi. Shu kütek ko'lab qolgan dehqonlarimizmi tula. Endi soqoldik osh qursoq to'ymabdi degandek kütek ko'lab qolgan o'ylar qancha bo'ldi xiyol qilinglar. To'ngli degan badallar bir papa deydek illimidi ularning. Endi shuna bo'lsa-mu, biz qanoatchan qahvagandan keyin shukurlarimiz bilan yaxshi ketdi, demak bilan yillar aran ulab, mana endi yaxshi ketdi degan vaqtning o'zida yaxshi niyatlarimiz ko'z tegdimi? Ming bir jafoat ishlab chiqargan üzümlerimiz qaychi tegmasdan turib sapoqlardan to'kildi. Shu to'kilib ketgan üzümlarga qarab dehqonlarimizning umidi uzildi. Endi rost gapni qilgan vaqtda, mush uy sulinib yotgan mushu ay mushu kunlarda tilab so'rab yurib saytiga, unchiga, qasabqa aral to'shinib yashayotgan nurg'un dehqonlarimizning endi ko'mirga ishingidek hech qanday iqtisodiy qolmadi. Shunga mushu ko'mirchi qarindoshlarimizga bir kichkina iltimosimiz, bilsizlar ko'mir degan qishning qini. Qon bo'lmasa, bu jon nima ish qildi aytaqo. Shunga amal va bu yilqi ko'mir bahosini eng muvaffaqiyatli kontrol qilib bergan bo'lsanglar. Bilimiz sizlarga oson emas, sizlarning oilanglar bor, boqadigan kalanglar bor. Ashta bo'lsa-mu, bir yaxshilik yerda qolmas debdikan, bu yillar uzun yillar hayotda bo'lsak bizimiz sizlar yenib qolar. Shunga dehqonlarimizning holiga, dehqonlarimizning zoriga bir yetgan bo'lsanglar, paydaning ko'proq dehqonlar o'tingan asosda ko'mir bahosini eng tuvanjayda kontrol qilib, yana ko'plagan dehqonlarimizning bu yil qishdan issiqqan bir o'tilishiga yordam qilgan bo'lsanglar.